Muhabbat ato, so'nmas yulduzlar. O'z umri davomida insonlarga yaxshilik qilib, ezguliklar yaratib yashagan insonlar o'zidan so'ng nomini manguga muhrlab ketadi. Bunday fidoilar ruhi oldida yorug' olamda nafas olib yashayotgan insonlar hamisha qarzdor bo'lib qolaveradi. Umrlar bo'ladiki, tirigida o'likdir. Umrlar bo'ladiki, o'ligida tirikdir degan edi donishmand shoirlarimizdan biri. Ushbu kitobdan ana shunday mangu barhayot insonlar haqidagi xotiralar, asarlarda namunalar, qaydlar joy olgan. O'ylaymizki, bunday insonlarning yorqin xotirasi bilan yashamoq ham o'zlikni anglaganlarning hayotini bezashga arziydi. O'tib ketdi demanglar, eslaganda tirikmiz. Yaxshi, yomon kunlarda madadkormiz, sherikmiz. Vujudimiz tuproqdir, gul ruhimiz havoda. Bizni eslaganlarning umri bo'lsin ziyoda. Aziz kitobxonlar, Zarbdor tuman axborot kutubxona markazi yozuvchi Muhabbat Atoning So'nmas yulduzlar asarini o'qishingizni tavsiya etadi.